tanamdagi jonim Buxoro, yuragimning qoni Buxoro. Putinga o'xshagan tilla soat taqib yurardingiz. Shuning uchun bilsa kerak, prokurorlar sizning izmingizda edi, itoatingizda edi. Har bir ishoratingizga qarab ish ko'rar edi. Uyingizda, xizmatingizda edi. Meni ish bilan ham ta'minlamadingiz. Bolalikdan ko'z bo'yicha oladigan nogironlik nafaqa pulimni ham kestirib tashladingiz. Kimligingizni ko'rsatdingizda. Kimligingizni namoyon qildingizda. Xudodan ham qo'rqmadingiz. Buxoroy sharifda yotgan olim va allomalarni ruhini, jasadini, qabrini ham hurmat qilmadingiz. Mayli, ularni qo'yavering. Vatan uchun jonini tikkanlarning vijdonidan ham qo'rqmadingiz. Mana qanaqa sizlar.